Shunday yonginasida Qirg'iziston O'zbekiston chegarasi tamojanasi ham bor ekan. Bo'lmadi. Stop. Namangan viloyat Kosonsoy shahridagi tog' bag'ridagi Kosonsoy sanatoriyasi. Kosonsoy sanatoriyasi Namangan shahri yaqinida Chotqol tog'larining 4-etagida Kosonsoy daryosi bo'yida joylashgan. U tuman markazidan 30 km uzoqlikda joylashgan va dengiz sathidan 943 metr balandlikda joylashgan. Asosiy dorivor xususiyatlari tabiat va tabiiy mineral suvdir. 500 metr chuqurlikdan mineral suv qazilgan. Davolash uchun suvlari tayanch harakat tizimi, yurak qon tomir tizimi, asab tizimi, ginekologiya, sog'liqni saqlash, nafas olish organlari uchun bu madanli suv juda shifo. Güzelliğini qarang. Mana boshxonalar. Mana bu yerda konsert bo'ladi. Mana bu davolanish bölümü. Fizioterapiyalar, barcha davolash muolajalari shu yerda o'tkaziladi. Juda chiroyli manzara. Pastda soy sharillab turibdi. Hozir shifobaxsh chashma chiqayotgan joyga boramiz.
Mana nasos stansiyalar mana shu chuqurlikdan shifobaxsh suvni sanatoriyaga kachat qilib beradi. Çeşme-i şifa. Mana Kosonsoy ma'danli suvining kimyoviy tarkibi. Elementlar natriy, kaliy, magniy, kalsiy, sitroniy, nikel, qorg'oshin, kationlar, xlor, ftor, sulfat, barcha elementlar bor ekan suv tarkibida. Ha. Mana shu tog'ning tagidan chiqayapti. Krujkalar qo'yilgan, shuni ichib olasiz. Daryo anhorining oqishini qarang. Qorlar erib kelyapti. Mana shu yerdan sanatoriyaga suv kachat qilinadi. Mana nari betida dam olish uchun xonalar, so'rlar taxlangan. Kelib joylarni bron qilib dam olaverasiz. Shunaqa salqin havo, zo'r dam oladigan joy. Ming dardga davodir ma'danli suv bulog'i, asabni tinchlantirar asab soyining qirg'og'i. Chashma shifosidan to'yib ichsangiz, dardingiz aritadi Kosonsoy sihatgohi. Albatta to'g'ri. Kosonsoyning bulog'idan suvlar ichdim, shifo bo'ldi. Sihatgohda dam oldimu, dardlarim mosuvo bo'ldi. Shaffof buloq ma'danli suv yoshartirdi go'yo meni. Bugun yayrab bag'ringizda ko'hna dardim ado bo'ldi. Mashalloh. Bu arshalarga necha yosh berasiz? Pavloniyalar ekilgan, bu tomon yotoqxonalar. Ana Qirg'iziston chegarasi, O'zbekiston Qirg'iziston chegarasi ko'rinib turibdi. Ajoyib manzara, gullarning chiroyligini qarang. Bahri diling ochiladi. Ana ichkarida choyxona ham bor. Obedga xudo xolasa palov ekan.
Sanatoriyaning ovqatiga to'ymasangiz chiqib olay, mana shu yerda palov urasiz. Mana asosiysi eng shifo havosi va ma'dalli suvi. Jigar, o't pufaklar uchun mana o'qib olasiz hammasini. 50 gram, 100 gram ichasiz. Kimyoviy tarkibida barcha elementlar bor. Mana ukam bu sanatoriya asosan shifo qanaqa kasalliklar uchun ma'dalli suvlar to'g'risida bir ikki og'iz gapirib bersangiz. Ma'dalli suvlar asosan buyrak toshlari, tuzlarini yuvishda nima qilinadi? Tavsiya qilinadi. Choylarimiz bor, u har bitta sonli choylarimiz o'z anaqasiga ega. Kokteyllarimiz bor, kislorodli kokteyl. Oshqozon, ichak, miya faoliyatini kislorod bilan to'ydirib nima qiladi? Ma'dalli suvlari ham zo'r ekan. Buloqdan chiqadi bu suvlar. Buloqdan chiqadi. Tog'lar orasidan o'sha nimadan chiqadi. So'ng narxlar to'g'risida ham bir ikki og'iz gapirib berasizmi? Narxlari Bir kishi uchun masalan standart xonalar, lyuks xonalar. Ha, uni boshqa joydan so'rab olamiz. Yurak qon tomir kasalliklari uchun tayanch yurish qismlariga ham foydasi bormi buning? bor. O'sha yurak faoliyatini ham yaxshilaydigan nimalarimiz bor. Choylarimiz bor burada. Ma'dalli suv faqat o'sha buyrak, oshqozon, ichak faoliyatini yaxshilaydi. Vannalar bor, ha? Vannalar bor. Vannalarga ham giyohlar solinib, suv shu ma'dalli suvga kirishadi. Ma'dalli suvga kelishadi. Ma'dalli suvda o'sha cho'milishadi. Bu sanatoriya telefon nomerini berasizmi? Registratura nomerini ham aytib o'ting. Ha, u yoqdan so'rab olaman. Mayli, rahmat doktor. Salomat bo'ling. Mana bu yer registratura. Telefon nomerlarini aytib o'tsam ham bo'ladi. Описаниеga yozaman lutfshi. Video ostida описаниеda telefon nomerlari ham bo'ladi. Massajxonalar, fizioterapiyalar. Barchasi bor. Bu oddiy xona. 2 kishilik, bir kishi uchun 400 ming so'm bir kuniga. Sharoitlar bor hammasi. Lyuks xona 530 ming so'm kuniga. Şu 530 mingning ichida mana dushovoylar, 3 mahal ovqat, davolanish hammasi bor. Videom manzur bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Bundan keyin yangi chiqargan videolarim birinchi bo'lib yetib boradi sizga. Rahmat tomosha qilganingiz uchun.